O'sha yerda turibman, bo'pti. Bo'pti, bo'llaring, xo'p. Ukam yaxshimisan? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nonga yordam qilib olmaysan? Mayli, mayli. Yurish bormidi deyman. Ha, tabriklang. Kecha farzandli bo'lganman. O, Suyunchisi. tabriklayman. Sog' bo'ling. Meni ham bolalarim bor edi. Nima ish qilasan o'zi? Biznes. 2-3 ta joylarim bor. Qiyin emasmi? Yo'q, nimaga qiyin bo'ladi, aka? Shu desiz, kichkina ishga qo'l ursam ham nimagadir barakali bo'lib ketadi. To'g'ri, o'ziga yarasha qiyinchiligi bor. Lekin qanaqadir noto'g'ri tushunmay, so'raganingizga aytdim-da. Ota-onangni rozi qilganmisan deyman. Qo'ldan kelguncha harakat qilaman ularni rozi qilishga, ko'ngillarini olishga. Nimaga unaqa deyapsiz, aka? Chunki men ota-onamni qarg'ishini olganman. Bu dunyoda ikkita inson ishlamasa ham bo'ladi, ukam. Birinchisi ota-onasini duosini olgan odam, ikkinchisi qarg'ishini olgan. Ketding nima qilib o'tiribsan? Hozir. Mayli, aka, sog' bo'ling.